Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatib boruvchilar, o'rtoqlar, kollega. Значит, bugun yana bir ajoyib kunlardan biri, sababi shu Qirg'izistondan kelgan mehmonimiz, opamiz bizga shunchalik ishonib kelibdilar. Opamizga 6 kun oldin laparoskopik usul bilan to'g'ri ichak hamda rektal sigmoid bo'limi rezeksiyasi bajarildi, anastomoz qo'yildi. Bu haqda biz hozir to'liq gaplashamiz. Lekin statistika ma'lumotlarini eslaydigan bo'lsak, o'tgan yili shu onkologik bazada birlamchi qariyb 750 mingta birlamchi to'g'ri ichak saratoni aniqlangan. O'zbekistonda ham bu ko'rsatkichlar juda ham zo'r emas. 3-4 bosqichda aniqlanishi bo'yicha turadi hamda qariyb 1000 ta bemorga yaqin birlamchi to'g'ri ichak saratoni aniqlandi. Opa, avvalambor sizga ming rahmat, shunchalik kelib turib bir shu intervyu deymizmi yoki bir oddiy bir gaplashish deymizmi yoki shunchaki bir 15 minutlik bir muhokama deymizmi, shunga rozi bo'lganingiz uchun. Bu videoni qilishning asosiy maqsadi, yana bir marta men eslatib o'taman, shu aytib o'tilgan men tomonidan va asosiysi shu bemor ham deb bo'lmaydi hozir, shu opamiz tomonidan aytib o'tilgan har bir so'z kimningdir hayotini saqlab qolish. Videodan qilingan asosiy maqsad shu. Hozir opamizga men murojaat qilmoqchiman, imkon bo'lsa shu kasalligingiz mana bugungi kungacha bo'lgan tarixni men eslamoqchiman. Ya'ni boya bir gaplashganimizda aytdingizki, bu narsa o'zi aslida 1 yil oldin boshlangan. Cho'pi, sizga birinchi savol, 1 yil oldin nimadan boshlangan va 1 yil mobaynida nima uchun siz doktorlarga murojaat qilmadingiz? Qornim dam bo'lib tualetga yugura boshladim 1 yil oldin. Keyin sekin qon aralashib kela boshladi. Qon faqat axlatga chiqqanda kelarmidi yoki har doim bormi? Yo'q, axlatga chiqqanda kelardi. Aslan qilib yurib, endi yaxshi bo'lib ketaman, o'tib ketadi, 1 yilcha yuraveribman. Keyin endi doktorga bordik. Mana shu 1 yil mobaynida siz bilib turib, misol uchun doktorga bormadingiz. Qon keldi, qorindan bo'ldi, bormadingiz. Sabab nima? Endi o'tib ketadi, o'zbekchilik deb yuraveribman. Yaxshi bo'lib qolaman deb. Endi bu nafaqat balki mana bu yo'g'on ichak muammosi bo'yicha, boshqa muammolar bo'yicha ham xuddi shunaqa muammo. Misol uchun o'pkani muammosini oladigan bo'lsak, oshqozonni oladigan bo'lsak, eng biz topilgan gapimiz, mana bu rabochiy gapimiz o'tib ketadi. Lekin o'sha 1 yil mobaynida misol uchun o'sma deymizmi yoki yaxshi sifatli o'sma, balki yaxshi sifatli o'sma bo'lgan o'sha yerda, polip bo'lgan. O'sha 1 yil mobaynida borilmaganligi sababli o'zi boshqa o'smaga aylangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, значит, o'pka bo'lsa, yo'tal bo'ldimi, 1-2 oy albatta doktorga borish kerak. Oshqozonda muammo bo'ldimi, albatta borish kerak. Ming yaxshi bo'lganda ham doktor bir marta albatta ko'rish kerak. To'g'ri ichak ham, yo'g'on ichakda ham muammolar paydo bo'lsa, albatta borish kerak. Opa, men sizga boshqa savol bermoqchiman. Bunaqa paytda misol uchun 1 yil mobaynida yurgan bo'lsangiz, aytdingizki, qorindan bo'ldi, axlatda qon paydo bo'ldi. Uydagilar aytishmadimi yoki uydagilarga siz aytmadingizmi? Uydagilarga men bildirmadim. Bular bilib qolishini ham borishdi men. Nima uchun? Kim biladi? Farzandlaringiz bor mana. Kim biladi bularni? Ayab bildirdim kelmabdi. Bildirmay bularga deb. Xo'p, 1 yil bo'ldi, keyin nima bo'ldi bunisi? Keyin endi bular bilib qolishdi, meni doktorga olib borishdi shu. Eslatmoqchiman, o'sha 1 yil oldin siz tualetga bir kun necha marta borardingiz? O ko'p borardim. Necha marta? 5-10 borardim. Ulgurmaganda ulgurmay qolardim. O'sha 5 marta, 10 marta borardingiz, kerak bo'lsa ulgurmay qolardingiz. Asnaqa mahalga kelib qo'ygandan keyin bordim doktorga. Doktorga bordingiz, xo'p, nima deydi? Doktorga borganda apparatga tushing deydi. Kolonoskopiya, UZI, shunaqa bo'lsa, kolonoskopiya qilgandan keyin tushunishim bo'yicha sizga endi aslida bilib qoldik buni, mana shunaqa kasalligini. Xo'p, keyin nima qildingiz? Keyin bolalar sizni anaqada ko'rib, ashaqqa boramiz, akamga deb sizga olib kelishdi meni. Ya, muammosi yo'q, shuncha hurmat qilib kelibsizlar. Mana onangizni aytdim sizga, qo'lingizga qaytarib topshiraman, mendan bir yukim yengil bo'ladi-da. Rahmat. O'zingizni nima qilamiz deb aytishdi. Mana tekshirishdan o'tdi. Meni o'ylashim bo'yicha ham xirurglar yaxshi yo'llar bor. Operatsiya dedi. Ko'rgandan keyin operatsiya qilamiz deydi. Nima ob'yom qilamiz deydi. Bular bizga ko'p bildirmaydi, bolalar aytmaydi menga. Yaxshi. Qanaqa siz operatsiya bo'lasiz, sizga aytmaydi? Bo'lasiz dedi-yu, qanaqa nima bo'lishini aytmadi. Mayli. Ochib qilamiz deydi, to'g'rimi shunda? Yo, laparoskopik ochib qilamiz deydi. Shu yerda hozir aytib o'tmoqchiman, hozirda imkon bo'lsa, meditsina rivojlandi, texnika rivojlanyapti, anesteziya reanimatsiya rivojlanyapti.
klinikalardagi apparaturalarning hammasi menimcha hozir yetarli darajaga yetib keldi. Imkon bo'lsa agar mutaxassislar bo'lsa, albatta yo'g'on ichak saratonini qarshi ko'rsatma bo'lmasa, albatta laparoskopik usul bilan operatsiya qilish kerak. Sabab birinchisi, laparoskopiyadan keyin bemorlarimiz kechqurun yoki ertalab o'zlari bemalol turib yurishi mumkin. Ikkinchi sabab, bemorlarimizga o'sha ochib turib operatsiya qilingandan keyin kuchli og'riq qoldiruvchi kerak bo'lsa narkotik dorilarni qilishga ehtiyoj qolmaydi. Uchinchisi, agar hammasi yaxshi, tinchlik, omonlik bo'ladigan bo'lsa, bemorlarimiz 10 kun, 15 kun emas, odatda hammasi yaxshi bo'lsa 5 kun, 6 kunda biz bemorlarga javob berishimiz mumkin. Opa, 6 kun sizga bo'ldi, menimcha hech qanaqa narkotik dori olganingiz yo'q, bekitadigan joyi yo'q. Olgan bo'lsangiz, shu 1 marta yoki 2 marta ketanolmi, qanaqadir oddiy og'riq qoldiruvchi dori oldingiz. Shunaqa oldim. Sabab shu, maqsad shu, laparoskopik operatsiya qilishdan eng asosiy maqsad shu bemorlarni tezroq oyoqqa turg'izishda. Bemorlarni operatsiya qilgandan keyin ertasiga biz ovqat yeyishga ruxsat beramiz. Tim bo'lib ileostomaga yetib kelamiz. Ovqat yeyishga ruxsat beramiz. Misol uchun birinchi kun mana o'shingizdan o'tdi suv, keyin bulyon, kompot, yogurt, tvorog sekin-sekin 3 kun, 4 kun ichida biz to'liq ovqatlanishga o'tamiz. Xo'p, operatsiya qilish kerak deyishdi sizga, ochiq, lekin qildirish xohlamadingiz, Toshkentga keldingiz. Bemorimizni biz tekshirishni boshladik. Eng asosiy o'tadigan narsalardan bu birinchisi kichik chanoq, ya'ni malya tazni MRT kontrastni albatta qilish kerak. Kontrast ko'rishi uni befoyda keraksiz narsa. Ikkinchisi albatta kolonoskopiya. Kolonoskopiya qilganda santimetr va shu o'smaning yaxshi yoki yomon, agar yaxshi bo'lsa qaysi bir turi, yomon bo'lsa qaysi bir turi degan savolga javob olish kerak. Undan tashqari qorin bo'shlig'i hamda ko'krak qafasini albatta ko'rish kerak. Sabab qorin bo'shlig'i yoki ko'krak qafasida o'simta bormi yoki yo'qmi degan savolga javob olish kerak. Biz diagnoz qo'ydik, to'g'ri ichak yuqori qismi hamda rektosigmoid bo'limiga o'sib o'tgan asoratlangan o'sma, asoratlangan obturatsion yo'g'on ichak, ya'ni o'sha o'smaning hisobiga yo'g'on ichakdagi o'sha bo'shliq bekilib qolishi hamda o'smadan qon ketish. Gemoglobin kelganingizda 107. Operatsiyaning ikkinchi etapida o'sha biz o'smani olib tashlagandan keyin yuqoridagi yo'g'on ichakni pastga to'g'ri ichakka olib kelib biz bir-biriga tutashtirdik, ya'ni bo'yladi, ya'ni anastomoz shakllantirdik. Lekin bu hollarda o'sma asoratlanganligi uchun bu hollarda albatta vaqtinchalik ileostoma, ya'ni engish ichakni tashqariga chiqarib qo'yish kerak. Sabab birinchidan shu bo'ylangan, ya'ni anastomoz qo'yilgan joy, endi baribir biz bilamiz, bemorda yo'g'on ichak tutilish bo'lganligi sababli ichak yaxshi tayyorlanmagan. O'shaning uchun bu yerdagi o'sha bo'ylangan, tikilgan joy yaxshi bitib ketish uchun biz bu yerga axlat kelishini oldini olishimiz kerak. Bu albatta vaqtinchalik, odatda 3 oydan 6 oygacha davom etishi mumkin. Bemorimizga agar kimyoterapiya kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha kimyoterapiya tugagandan keyin, to'liq tugatgandan keyin ichakni biz chiqarilgan ingichka ichakni, ya'ni ileostomani yopamiz va bemor oldin qandoq tualetga borgan bo'lsa, xuddi shunday borishda davom etadi. Opa, mana sizga savolda operatsiyaga kirishdan oldin nimalar fikrda bo'lgan? Endi sizni esingizda bo'lsa, kechqurun keldim oldingizga, sizni o'tirib ancha gaplashdik, bolalaringiz yo'q ekan. Hammasini sizga tushuntirdim. O'shanda nima fikr paydo bo'ldi sizda? Yaxshi fikr paydo bo'ldi, xudo xolisa yaxshi bo'lib qolaman deb. Qo'rqmadingizmi? Qo'rqdim, qo'rquv bo'ldi. Men ham qo'rqardim, to'g'ri. Rahmat sizlarga, mana shunchalik bo'lib qoldim. Allohim martabalarni bundan ham baland qilsin. Xo'p, qo'rqish qanaqa? Menga shunisi qiziq. Voy, baribir qandaydir qo'rquv bor. Ertalab qildirayman yoki bekor kelma dedim. Voy, masala bolalar olib keldi deb ana bo'ldi. Ha, bolalaringiz, menga rahmat, opa shunchalik ketdi bizda aytdi. Bechora shular olib keldi. Bolalarning nechtasini ko'ramiz? Onasini olib tashlab ketaveradi. Endi shunaqa hayot shunaqa eganda ko'p narsani bitta ko'tarib, kuzatib ko'ramiz, opa. Kuzatib ko'ramiz, opa. Nimaga nasrinchi? Yana bir o'tiribsizlar, bir yoki siz ana o'sha xayolan o'sha Qirg'izistonda uydamisiz? Yo'q, hozir bo'lgan ishlarni eslayapsiz. Opa. Mana o'g'lingiz hozir kirib kelganda birinchi aytdim, aka dedim, 10 qo'lni bilan gaplashib dedim.
onam yaxshi bo'ladimi deganda aytdimki, bir 10 kun o'tsin, yaxshi bo'ladi nasib dedim. O'sha kuni men sizga aytamanki, onangiz yaxshi deb qo'lingizga onangizni topshiraman dedim. Mana o'sha kun shu bugun nasib ekan, mana sizni o'g'lingizga qaytarib beryapman. Xudo xolisa. Qarang, operatsiyadan keyin og'riqlar qanaqa bo'ldi? Menga shu narsa eng muhimi. Operatsiyadan keyin og'riqlarim cho'madi, kam quvvatlik bo'ldi. Endi bemorlarimiz ko'pincha men hazillashaman, boyamcha bizni kesgan narsamizni ko'radi. Siz olingan narsani ko'rdingizmi, menimcha? Shuncha razmeri ko'ra, kesilgan narsani ko'radi, o'shanga qarab turib xirurgiya qilgan ishini baholaydi. Lekin ichkarida umuman boshqa narsa. Misol uchun Moskvaga bormoqchi bo'lsangiz, endi xayolimga Moskva keldi, mashinada borsangiz ham bo'ladi. Yoki misol mashinada borsangiz bir 5-6 kunda borasizda, yoki samolyotda borasiz 3 soatda. Samolyotda borgan odam mashinaning azobini bilmaydi-da. Siz hozir samolyotda borasiz, qo'pol qilib aytganda, shuning uchun. Og'riq kuchli bo'ldimi, qanaqa bo'ldi? Menga biroz bir 3-4 kun o'rta bo'ldi, uncha kuchli bo'lmadi. Shu ketanol dori oldingiz, og'riq qoldiruvchi adashmasam bitta kechasiga. Juda kuchli bo'lmadi, ash ertasiga ela. Ash kuniga kech paytga yurdim shekilli, ish-pishga chiqdim. Ertasiga yurdingiz. Kechasi operatsiyani qildik, ertasiga siz turib kechqurun, obeddan keyin yurdingiz. Undan keyin ham sekin yurib endi sal yaxshiman hozir. Opa, mana sizga bir savol deydimi yoki bir fikr deydimi? Shu 1 yildan beri nima deydi, shu axlatida qon bor yoki qorni dam bo'layotgan odamlarga nima deysiz? Voy kelib ko'ringlar deyman. Mayli, menga kelish sharti emas. Mendan boshqa zo'r doktorlar ko'p. Shifo beradi, kelinglar, yuringlar, mendek bo'lib yurmanglar deyman. Chunki bizda bitta muammo borda, mana bu biz endi bilmayman, mentalitet deymizmi, kasallikni tan olmaydi. Biladi shu kasallik bo'lgan, biladi, borish kerak doktorga, lekin qo'rqadi emas, tan olgisi kelmaydi, ishongisi kelmaydi. Lekin majbur boradi, bu faqat onkologiya, bu umuman sahar, diabet, nima deydi, davleniya ko'tarilishi mumkin, u hamma narsa, bu umuman tibbiyotga tegishli, bo'yniga tan olgisi kelmaydi, qanaqadir dori ichgisi kelmaydi. O'sha kuni men aytdim, 67-70 ga kirgan odam menga kelib maqtanyapman, biror marta doktorga bormaganman deb. Sardor aka, mana hozir kameramni to'g'rilaguncha bir zo'r fikr o'zingiz so'radingiz mendan. Aytdingizki, agar biz o'sha 1 yil kutmasdan vaqtliroq kelganimizda kimyoterapiya olarmidik, olmasmidik deb. Значит, men tushunishim bo'yicha sizni xayolingizda hozir bitta narsa o'zingiz nima deydi? Savol bor, lekin javob yo'q. Savol, значит, 1 yil oldin kelganimda, значит, kimyoterapiya olmas edik. Sardor aka, bu gapingiz to'ppa-to'g'ri, zo'r fikr berdingiz. O'zi kamerani to'g'rilaguncha biroz gaplashib o'tirdik. Agar to'g'ri ichak bo'lsin, yo'g'on ichak bo'lsin, oshqozon bo'lsin, farqi yo'q. Agar birinchi bosqichda, ya'ni boshlang'ich bosqichda aniqlanadigan bo'lsa, bu значит holatda faqat operatsiya qilinardi, все, bemorga javob berardik. Hech qanaqa kimyoterapiya kerak bo'lmas edi. O'sha 1 yil mobaynida endi bu siz to'g'ri kelib qoldingiz bu savolga. Bemorlar mana shu aytadi-ku, bo'yniga olmasdan tan olgisi kelmaydi, men kasalman yoki qanaqadir doktorga borishga or qilishadi yoki kolonoskopiya qilamiz-ku, misol uchun orqadan kirib turib, anusdan kirib turib tekshirishga. O'shanda ayniqsa erkaklar uyaladi, u qanaqadir g'ururim pasayib qoladi, o'ylaydi, cho'zilib yuraveradi. Bu albatta birinchi bosqich bo'lgan, qachondir ikkinchi bosqich bo'lgan, uchinchi bosqich bo'lgan. Agar davo qilinmasa, keyin yana 4-bosqichga albatta o'tadi, biz xohlasak, xohlamasak. Sabab hech qachon o'zidan o'zi o'sma paydo bo'lmaydi. To'g'ri ichakda o'sha saratonga olib keluvchi asosiy faktorlardan biri bu polip, yaxshi sifatli polip. Polip ham birinchi bir to'qimada paydo bo'ladi. 1 mm, 3 mm, 1 cm, 2 cm bo'lishi mumkin. O'sma ham keyin o'smaga, ya'ni saratonga aylanishi mumkin. Ya'ni, значит, u bo'lishi mumkin boshida bitta bir to'qima, ikkita to'qima, keyin 1 mm, 3 mm, 4 mm bo'lishi mumkin. 1 cm, 2 cm, sekin-sekin kattalashib ketaveradi. Kattalashib ketgan sari atrofdagi limfa tug'illarga, to'qimalarga plus agar o'z vaqtida aniqlanmasa, odamlar ko'p yuradi. Aniqlanmasa, keyinchalik boshqa organlarga albatta metastaz beradi. Bu savolingiz to'ppa-to'g'ri. Agar 1 yil oldin kelganingizda, balki biz kimyoterapiyasiz siz bilan ishimizni bitirardik, operatsiya qilib javob berardik. Endi bo'ldi opa. Shuning uchun men maslahatim boshqalarga bu faqat yo'g'on ichak, nafaqat menga, mendan boshqa zo'r doktorlar ko'p, men bilaman, tan olaman. Значит, yo'tal bormi 2 oydan beri? Borib bitta rentgen qilish kerak, pulmonolog onkolog ko'rsatishga, terapevtga ko'rsatish kerak.
axlat qorami? Значит, albatta, значит, bir marta, ikki marta emas, borish kerak. Terapevtgami, gastroenterolog albatta borib, qon topshirish kerak, gemoglobin tekshirish kerak va albatta, значит, oshqozon, yo'g'inchak tekshirish kerak. Hammasi yaxshi bo'lsa, значит, ko'ngil xotirjam и hammasi yaxshi bo'ladi. Odatda men eslatib o'taman, yo'g'inchak saratoniga olib keluvchi asosiy faktorlardan biri bu polip yoki o'z vaqtida davolanmagan har xil surunkali kasalliklar, bu bo'lishi mumkin gemoroy, treshina va boshqalar. Shuning uchun agar oilada o'zidan kattalarda qanaqadir onkologik kasallik bo'lgan bo'lsa, значит, farzandlar, ya'ni keyingi kelajak 35-40 yoshdan boshlab turib 3 yilda bir marta albatta kolonoskopiya qilish kerak. Sabab 3 yilda bir marta kolonoskopiya qilib turib, qanaqadir polip aniqlansa, polipni olib tashlasa, kelajakda aniq 100%, почти 100% paydo bo'lish kerak bo'lgan saratondan qutuladi. O'shaning uchun Sardor aka, sizga savolingizga javob, agar 1 yil oldin kelganingizda, balki bugun siz bilan kimyoterapiya masalasi haqida, onangiz masalasi bo'yicha biz gaplashmas edik. O'shaning uchun muammo boshlandimi, albatta murojaat qilish kerak. Sardor aka, siz nimadan topib keldim dedingiz? YouTube'dan ko'rib topib keldim. Ha, YouTube'dan ko'rdingiz. Ko'proq yo'g'on ichak saratoni bo'yicha videolaringizni ko'rib. Yo'g'on ichak bilan shug'ullanamiz, muammosi yo'q. Sardor aka, menimcha kelib yaxshi qildingiz. Onangiz sizni qo'lingizga qaytarib beraman. Mana ham bir yelkamdan yuk ag'dariladi, chunki bu katta yuk. Buni faqat o'sha doktorlar yoki xirurglar operatsiya qilgan odam kechasi uxlamasdan o'tirib chiqqandan keyin yoki kechqurun 10 da telefon qilib bemor qanaqa deb so'ragan xirurglar tushunadi bu yukka. Yuk og'ir. Avvalambor Xudoyim shifo berdi, sizlar sabab chiqib qo'ydi. Rahmat sizlarga. Biz sababchimiz. Biz, men esingizda bo'lsa, nimalar bo'ladi deganingizda aytdimki, biz siz bilan birgalikda harakat qilamiz. Nima bo'lishini qilamiz, keyin bilamiz degan. Odatda laparoskopik operatsiyalar muammosiz o'tadi. Agar bemor to'g'ri tayyorlansa, to'g'ri taktika padbor qilinsa, odatda muammo bo'lmaydi. Lekin biz ham siz bilan sababchimiz. O'sha biz birgalikda harakat qildik. Mana bugun opamiz, Allohga shukr, yaxshi. Yaxshi, o'zi gapiradi, o'zi yeydi. Endi ileostoma vaqtinchalik biz chiqardik. Bu ileostoma albatta bu vaqtinchalik. Keyinchalik bu istomani biz yopamiz. Planda bor. Bu videoni qilishdan asosiy maqsad, значит, shu bemorlarimiz o'z vaqtida albatta bizga murojaat qilishiga talab, ya'ni da'vat qilish. Bu siz uchun shunchaki bir axlatdagi qon o'zi aslida bu juda ham katta bir muammoni, juda ham bir jiddiy muammoni boshlanishi yoki davomi bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda muammo boshlandimi, doktorga borish kerak. Nafaqat onkologga, terapevtga borib ko'rish kerak. Ya'ni o'sha oldin aytib o'tganimdek, ozgina o'zingizlarni yaxshi ko'rishinglar kerak. Agar bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lish kerak. Sabab shu torak-abdominal soha, ya'ni ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i hamda kichik chanoq, ya'ni maletazga tegishli bo'lgan barcha onkologik savollarga javob olishinglar mumkin. O'zingizlarni qiziqtirgan yoki undan tashqari o'rtada men chiqarib turaman, shu saratonni oldini qanday qilib oldini olish. Bu savolga ham albatta javob olishinglar mumkin. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lishni esdan chiqarmang.